Assalomu alaykum azizlar. Bugun farzand tarbiyasi haqida biroz suhbatlashmoqchimiz sizlar bilan. Farzandlarimizni biz tarbiyalashimiz kerak-da. Agar bu hayotda, bu dunyoda o'ldim, o'chdim demasak, biz birinchi o'rinda farzandlarimizni tarbiyalashimiz kerak. Ertaga biz vafot etganimizdan so'ng orqamizda duo qilib turib, ertaga bizning orqamizda duo qilib turib va bizga rahmatlarini yetkazib turadigan farzandlarimiz. Agar bu dunyoda o'ldim, o'chdim demasang, farzandni tarbiya qilish kerak-da. Men shunday ota-onalarni ko'rdim-da. Dars o'tayapman, bir kuni eshigimni taqilladi. Ochsam bir ota. "Keling, xizmat" dedim. "Men o'g'lim uchun keldim" dedi. "O'g'lingiz kim?" dedim. O'g'limning ismini aytdim. "O'g'lini taniyman, ammo bu sinfda emas" dedi. "O'g'lingiz nechinchi sinf?" dedim. Hatto o'sha ota o'g'lini nechinchi sinfda o'qishini bilmaydi-da. Bundan nima oldi? Ya'ni aytadi-yu, "Nechinchi sinfda o'qiyapsan o'g'lim?" desa, "9ga o'tdim dada" dedi. "Ha, uni qara, vaqt o'tishini qara, o'g'lim birpasda katta bo'lib qolibsan-a" deydi. "O'zingga nima olding?" desa, "Umr o'tishini qara." Lekin sen o'sha 9-sinfga o'tganga qadar sen nima o'rgatding farzandingga? Bu haqida o'ylashimiz kerak-da. Biz faxrlanib bobolarimiz o'tgan ajdodlarimiz deymiz-da, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Imom al-Buxoriy, Ahmad Yassaviy, Najmiddin Kubro, Jaloliddin Rumiy deymiz. Lekin bularni tanirmikan? Men bir o'quvchimga savol berdim-da dars jarayonida. Ya'ni adabiyotda Zahiriddin Muhammad Boburga to'g'ri kelib qoldi-da. Savol berdim. Zahiriddin Muhammad Bobur kim desam, bir o'quvchim kulgili javob berdi-da. Buni na kulishingizni bilasiz, na yig'lashingizni bilasizda. Zahiriddin Muhammad Bobur kim desam, uchovi aka-uka deydi. Qarang. Yoki mana 9-sinfda Imom al-Buxoriy bor. Imom al-Buxoriy kim desang, nima deydi o'quvchimiz? Shoir deydi. Axir Imom al-Buxoriy shoir emas, muhaddis, ya'ni hadis to'plovchi-ku. Bilishmaydi. Vaholanki 5-sinfda Imom al-Buxoriyni o'tamiz. Biz faxrlanamiz, lekin farzandlarimizni tarbiyasiga jiddiy shug'ullanishimiz kerak. Jiddiy.